Assalomu alaykum, Rich Rice YouTube kanali a'zolari, sizlar bilan Decodex. Xo'p, xudo xolasa bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuimiz bozorni, ya'ni tillada keyingi haftalik weekly analiz qilib ko'ramiz. O'zimiz kutadigan zonalarni bozorda global qarshilik ko'rsatishi mumkin bo'lgan eng kuchli, eng kamida 95-100% aniqlikda bozordagi qarshilik nuqtalarini sizlar bilan ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p, demak, bozorda ko'rib turgan bo'lsanglar, men belgilab qo'yganman, chizib qo'yganman. Har bitta sikl liniyasini bozorda eng kuchli qarshilik ko'rsatishi mumkin bo'lgan, to'g'ri tasdiq olishinglar mumkin bo'lgan narxlar haqida gaplashamiz xudo xolasa bugun sizlar bilan. Xo'p, ko'rishinglar mumkin, bozorda umumiy 1200 punktli harakatdan keyin maksimum ham minimum ham yangilangani yo'q. Xo'p, demak, bu maksimum yangilanish yoki minimum yangilanishi 2 grafik sikl liniyamizga bog'liq. Aynan cycle hand yoki cycle length liniyalarimizga yaqinlashganda bozor ichi uchun biz qo'rqmasdan bemalol buy yoki sell pozitsiyalariga kirsak bo'ladi. Kanalda ham taqdim qilingan sizlarga 5418, 5420 zonalarida bozorda kuchli oqish bo'lishi. Imminni ko'rib turgan bo'lsanglar, o'sha nuqtalardan bozorda juda ham kuchli qarshilik ko'rsatdi. Aynan mana shu liniya yangilanmagunigacha bozor 5600 da yangilamaydi. Xo'p, 5600 gacha chiqmaydi ham. Lekin bu liniya, ya'ni 5300 ga kelganda yoki bo'lmasam 5200 ga kelgan atrofida bozorda yangilanish bo'lsa, bu tepadagi 2 gradusli liniyada bozor primoy uchish ko'rsatib beradi sizlarga, xudo xolasa 6200 narxgacha faqat buy ishlanadi. Faqat mana shu liniyadan biz to'g'ri confirmation olganimizdagina. Xo'p, biz umumiy kutayotgan buy uchun razvorot liniyalarimiz, globalniy liniyalarimiz 4600, 4627. Imminni mana shu nuqtalarga yaqinlashgandagina biz eng kuchli qarshilik ko'rishimiz mumkin bozorda buy uchun. Dalgasrok uchun ham eng kuchli globalniy razvorot liniyamiz aynan 4600, 4627 liniyalari bo'lib xizmat qiladi biz uchun. Xo'p, bu umumiy to'g'ri tasdiq olib bozor yo'nalishini ko'rishimiz uchun. Lekin bozor ichki yo'nalishlarda ham juda ham ko'p razvorot bo'ladi, har doimgidek kichkina o'sha intradayda bo'ladi. Multi time frame'larda scalping uchun signallar Telegram kanalida taqdim qilib boriladi. Lekin umumiy yo'nalish bo'yicha fokusinglarni bizani ideyaga qaratadigan bo'lsanglar, faqat sell 4600, 4627 gacha. Xo'p, demak, bu umumiy weekly uchun tillada goldda analiz edi. Xo'p, endi hafta ochilishida bozorni eng yaqin yo'nalishini qaysi narxlardan kutsak bo'ladi degan savolga javob topamiz. Xo'p, demak, men koordinatani o'chirib olaman bu yoqdan. Xo'p, keyingi grafikka o'tamiz. Xo'p, keyingi grafikka o'tsak, ko'rib turibsizlar, bozorda biza ko'rsatgan nuqtalar bo'yicha o'sha 5238, 5170 zonalari yorib o'tildi. Ozgina manipulyatsiya qilib, keyingi yo'nalishimiz tomon davom etmoqda. Biza bu yoqda eng kuchli qarshilik zona kutishimiz mumkin. Birinchi очередь eng yaqini 4965, 4960 zonalaridan biza buy uchun bemalol 5100 gacha biza buy ushlab tursak bo'ladi, bu zonalardan buy pozitsiyasi ochib. Xo'p, keyin ikkinchi sikl harakati imminni vaqt bilan bu zona yorib o'tilishiga qaratiladi. Bu zona albatta yorib o'tilgan holda keyingi harakat 4600 ga tomon yo'nalish oladi. Bu umumiy haftalik uchun analiz. Sizlarga ko'rsatilayotgan mana 4965, 4960 zonalari bo'lsa, bu hafta ochilgandagi eng kuchli birinchi qarshilik ko'rsatishi kerak bo'lgan zonalar hisoblanadi. Bu bizga qayerdan kelib chiqqan desanglar, bozorda umumiy har bitta razvorotlarini to'g'ri pointga joylashtirganda vaqtni narxga kesishmasi orqali topilgan zonalar. Xo'p, xudo xolasa imminni bu zonalar qanaqa topilayotgani, qanaqa ishlab berishi sizlar bilan xudo xolasa plan qilamiz. Live'da bekitesam qilib chiqamiz nasib. Bu sizlarga xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Har hafta o'rtasida biz sizlarga bozordagi eng aniq yo'nalishi, umumiy eng kuchli yo'nalishlarni, точно qaysi tomonga yo'nalish olishini sizlar bilan xudo xolasa gaplashib, har bittasini video tariqasida ideya sifatida sizlarga manfaatli bo'lishi uchun taqdim qilib boramiz. Xo'p, Telegram kanalda har bitta bozordagi kichik razvorotlar, har bitta bozor yo'nalishidagi aniq kirish, aniq chiqish zonalari, aniq stoplar bilan sizlarga signalni ham taqdim qilib boramiz xudo xolasa. Bilasizlar, strategiya ham beramiz biz. Strategiyalar to'xtamaydi xudo xolasa. Sizlardan aktiv, podдержка bomba qilib tursanglar bo'ldi.
Hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.